Mana. Jo'jalarimiz. Va onalari. Ovqatlanishyapti. Endi o'tga, g'oz hammasi aralashgan. Hamma shu yerda. Maza qilib ovqatlanyapti bular. Mana bitta ikkita onalari ham bor ichida. Mana bu 3 oylik g'ozlarim. Ota-onalardan katta tashdi. Maza qilishyapti. Suvlarda maza qilib cho'milishyapti. Qarang, qochib ketishini qaranglar olam. Suvga. Mana ketdi. Ketdi. Mana shu yerda cho'milib yuradi bular. Ro'z dalasi, bepayon dala. Hamma shu yerda. Diki sharoit. Diki sharoitda o'shyapti. Ana. Ana. Yem beriladi, hammasi yuguradi shu yoqqa. Bo'ldilar.